Qanday yaxshi, yaxshi. Qandaysiz aka, yaxshimi? Qanday, assalomu alaykum. Qanday yaxshi, o'g'lim, qanday yaxshi? Qanday? Ajim qanday yaxshimi? Ajim, assalomu alaykum. Aka qanday yaxshimi? Aka qanday yaxshimi? Ata qanday yaxshimi? So'z yaxshi, yaxshi. Ishlaringiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Aka salomat, qanday yaxshimi? Rahmat o'zingizdan. Ata qanday yaxshimi? Ajim, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ata qanday yaxshimi? So'z yaxshimi? Bizlar yaxshimi? Assalomu alaykum, birodarlar. Assalomu alaykum. Aka assalomu alaykum. Qanday yaxshilarmi? Salomat. Va alaykum assalom bo'lib. Voy, krasavchik. Salomatlarmi? Salomatlarmi? Brat, как дела? Жив здоров? Qandaysizlar? Qana? Ajakelar, nandar? Nan istayingizlar? Qanday qilib yaxshilar? Qana? Bismillahirrohmanirrohim. Baljaylar, tatlı yo'l bo'lsin, aqjo'l yo'l bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Aqjo'l yo'l bo'lsin. Alloh xayrli barakah. Qarma. Ay. Brat. Qana? Buna son bo'lib qoldi. Xudo qarshi bo'lsin aka. Xudo qalasa. Ava, xudo qalasa jasab beraman. Hech qilib qoldim. Xudo qalasa keyingi sazovga manda cho'ntak bo'lib qoldi. Jo'lar kengashga bordi. Alloh taolo avvalo shu yo'lni muborak aylasin. Shu yo'lda qilganlarga qaysi bir odam o'tsa, o'shundan hosil bo'lgan savobdan yetib tursin doim. Endi mana shu merimiz ochiq Alloh uchun aytaman, doim har yerda ham aytib yuribman, bunaqa mehnat qilgan mer bo'lmagan. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Ömringizga, rizqingizga Alloh baraka ato qilsin. Doimo Allohning panohida bo'ling, iymoningizni ziyoda qilsin. Va prezidentimiz Sadir Jabbarov, Xanjibek Tashiyev, mana hamma rahbarlarimizni Alloh rozi bo'lib, doimo Alloh o'zi panohida asrab, har qanday yomonlikdan o'zi saqlab, doimo Allohning panohida bo'lsin. Mana shunday xayrli ishlarni davomatli bo'lishida Alloh ularga doimo kuch-quvvat ato qilgan bo'lsin. Taqabbal minna innaka as-samiul alim va tub alayna innaka. Amin. Allah'ın bergen ömürlerine rızklarına şükürler olsun. Amin. Bunu yapayım Allah'ım dilideki olsun. Yani böyle kötüler başında kılıp yaxşı dualarla koyganı nasip etsin. Allah'ım hammelerge benge rızk nasip eden ömrümde sizlerge versin. Ben yerde 91'e girdim. Amin. Allah'ım sizlerge benge bergen ömrü rızklardan versin. Kötülerimizi abad kılıyla. Amin. Allah'ım hammamizden nima niyeti mas'ulimiz olsa niyeti. Alloh rahmat. Ata 91'ge kirsangiz men atam da 91'ge kirdi. Amin, amin. Bala kesler. Halisiz Yaxshi ata. Yok kaçarda. Atam Jalabatda. Jalavatda. Jalavatlı mısın? Ha, men Jalabatdan bo'laman. Olayda bitta savxozda 15 yil kamandırkıda yurgan. Ha, Jalabatda var. Ha, çoğ olayda. Allah razı olsun sizden. Allah Kayada dua verip koydum. Allah'ım hammamiz niyeti mas'ulimiz gelsin. Ömrülerge, rızkılarga barak versin. Şu yerde Türkiye'lerge kattadan katta rahmat, ahiretler. Allah rahmat. Yaşagan davlat qilaman deb harakat qilganlarga harakatlariga Alloh barakat bersin. Umrlarga yana ham Alloh taolo qo'shib 100 dan oshiq yashab hamma insonlarni ko'nglini olib o'shimiz shaharimizni bir Guliston shahriga aylantirib Alloh nasib aylasin. Duraga siz qilsin. Yo, siz qilsin. Yo. Ben kun gelemedi otan. Gelin. Yo, buna qilqinizlar. Avva. Ata. Salmas qanday yaxshi deb so'tarib yaxshi. Ey bunday qizim, krasavitsan. Bu ko'cha boshchi. Hajim. Mana Xadam aka meni помощнигim. Shular o'sha problemalar bo'lsa aytib turishadi, shu problemalarni. Qana basaylar? Da. Ko'chaga.
Ворошилова, тупик. Ава, Ворошилова, тупик был, Да, вот тупик Ворошилова. Вообще страшная улица. Вообще невозможно было. Худинаga, Siz bar bitip kaldı diyecek. Hudinaga, nechinchi yildan beri asfalt bosilmagan? Ne olacaktan çirkesek olur mu? Ya. 72 yil qoldi. Ya. 72 yildan beri. Şeylar yapıldı. Ko'tarib yaxshi bo'lib qoldi. Ana ilohi amin. Alloh taolo qilingan amallarni Alloh oxiratlariga zaxira, gunohlariga kafforat qilib, doimo Alloh panohida asrab, doimo shunaqa go'zal solih amallarni qilishlikda Allohning o'zi madadkor bo'lsin. Qilgan amallaringizdan o'zingizni ham, ota-onangizni ham Alloh bahramand qilgan bo'lsin. Ikki dunyoyingizni Alloh obod qilsin. Allah akbar. Aferin mavzuda olsun. Alloh razı olsun. Odamlar bitta gapda va ukamiz kelib qoldi, xudosi hurmatli merimiz. Men bitta narsa aytib qo'yay dedimda, shahar bo'yicha bizga Allohning yetkazgan bitta ne'mati u. Nimaga? Bizni do'zax azobidan, oxirat azobidan qutqaryapti. Nimaga? Ko'chani haqqi, davlatning haqqi bu shahardagi haqqidan ham kuchli ekanda. Ana shu haqni biz ado qilib, hali ko'zimiz to'ymasdan agrodan to'siyapmiz, yo'llarni egallayapmiz. Mana Gelishbek kelib, xudo xolasa, hamma yo'llarni ochib, chiroyli. Mana bizni oxiratimizga ishlayapti ekanda, bu yoqchi hammamiz oxiratimizga ishlayapti ekan. Rahmat. Umringizga, sizga Alloh barakalar bersin. Amin. Tinchlik, omonlik, tanzalik, xotirjamlik bersin. Farzandlaringiz rohatini ko'ring. Qilgan mehnatlaringiz oxirlaringiz zaxira bo'lsin. Allohu akbar. Rahmat. Yaxshiliklar bo'lsin. Qo'ylar bo'lsin. Qo'yga chaqinglar, Xudo xohlasa kelamiz o'sha qo'yga. Ava, sizlar bilan Xudo xohlasa birgalikda. Nima? Sizdan iltimos, biz 11 o'g'limizga bolalarga bir o'yinchoqni bersak. Ashuna gapirmoqchi. Nima? Biznikiga latok qayerda qo'ysa, Latok aytiladi. Nima? Qo'yadi. Iglarni to'shatdi. Ashildi. Ana iglarni boshqarib sizga bo'ladi. Uyini orqasini Ana bu yer. Mayerda ham joy bor. Mana bu yerda joy bor. Aytayim, mana shular ichiga bir dab kel qo'yib turibmiz. Bir dab kel, Ana vaqtda shu turadi. Men 6 soatlikda 7 soat mandayda. Men shu so'zimni Bahadır yerdə aytam. Bizde şu dünya yüzünde Türk dilinde söylenen bir 5-6 tane memleket var da. O şunun içinde Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Türktür, Azerbaycanlar, biz bir tuğan kalkız. Aların içinden en yakın kalk biz. Kırgız ve Özbek bir tuğanbız. Bizim vardığımız tilimiz, canımız, yüreğimiz, dinimiz, bazarımız, mazarımız da bir. Biz hiçbir talaşa durgan yerimiz yok. Vardığımız bir tuğanbız. Kursağımız açsa bir tuğanın kursağım açtı, nam ver, çay ver diye baramız. Bizden bir göbek pul oturgan, bizden jölek pul oturgan, bizden yakın kalk yok. Bizden yakın kalk yok. Hadi bizden hiç kim talaş almaydı, hiç kim tan almaydı. Hiç kaçan ben Kırgızca düşünmeyim de bir Özbek jaran aytalmaydı. Bir Kırgız jaran ben Özbekçe düşünmeyim de aytalmaydı. Biz bardığız birimiz. O şunun için bardı ıntımakta sonun bol tatlığa bolup yaşap, bardı şu memleket önüsü için, önü bu şu kuda kalasa, dünya yüzünde bir tanımal bu. El suqlana turgan, özü suqlana turgan mamlakatga aylantirishimiz kerak. Bunaqa hozir hurmatli prezident Sazim Nurg'o'yev, hurmatli general Qamchiyev qilishayishdir. Birlikka kelgandan beri qanday o'zgarishlar bo'ldi. Mana shaharga men 5 oydan oshib qoldi. Bergan жұмыштар jasadik. Aqchamiz bor, vazirimiz bor. Ушунча потенциалы менен Ош шаары банкрот. Ушунча эли менен Ош шаары эч ким карабайт. Ушунча потенциалы менен, ушунча эли менен Ош шаары датасы отурат. Мында болбош керек. Мында болбош керек. Мынакей кошту мамлекеттерге барсаңар 30 жылдын ичинде эмнеге мында өсүп кетти? Баргыла мынакей кошту мамлекеттерге барды, аты айтпай эле коюнан. Бизге суктанып атат дейт. Ne için biz Oşluklar, Oş şehri neyiz kam? Kamçilik yerimiz yok. Nabrot, Allah'tan ötüşümüz gerek.
Xudo qalsa qo'llab quvvatlasizlar, bari yaxshi bo'ladi. İnşallah. Ben şey var, bir söz var, mayli mi? Aytınız. Söz var oldu. Ben dedi, sizin mehnatinizde halk ko'ribdi, el ko'ribdi. Rahmat. Allah razı olsun. Mana domlamizam yaxshi duolar qildi. Dunyo turguncha turing. Siz meni bitta tilaydim, mana shu odamlar ham shuni meni qo'llab quvvatlasa kerak. Siz o'shda birorta ko'cha qolmasin, hammasini asfalt qildirib bering. Hammasi qildirib bering. Bir yil ichida qildirib berasiz. Siz kuchli odam ekansiz. Hamma tomondan kuchli odam ekansiz. Yine sami bilamni siz odamlarda ishlatma ertadan sahar turishga o'rgatib qo'ydingiz. Men to'g'risini aytaman. Hali namoz turib turamiz. Namozga turmaganlardan turg'izib qo'ydingiz. Oilingizda ishlayotgan odamlarga ishga o'rgatib qo'ydingiz. Даже o darajada chinoniylar ham buni sizdan o'rgandi hozir. Sahar ishga bor. Chunki Alloh taolo rizqni ertadan beradi bo'ladi. Mana siz ana shunday odam ekansiz. Xudo Alloh sizlarga odam ekansiz. Bundan ham Alloh mana domla bir amin. Doim qo'llasin. Shu amallaringiz rostdan ham davomatli bo'lishida Allohning o'zi kuch-quvvat bersin. Umringizga, rizqingizga Alloh barakot bersin. Красивая. Ой, красивая девочка, красивая. Азиза, ой, алтыным. Красивая девочка. Батыр yaxshi turibsiz. Rahmat ketdi. Salomat bo'ling.